Voy naqmi. Bu Boboshbek kilolab trikotaj materiallari savdosi bilan shug'ullanadiganlarning ko'chasi. Aniqrog'i katta trikotaj bozor. Boboshbekda faqat materiallarni bo'ta trikotajni ipidan tortib tayyor kiyim qilib ishlab chiqaradigan sexlagacha bor ekan. Murskoy, jenskiy, detskiy kiyimlar hammasi shu yerda ishlab chiqarilar ekan va shu yerda o'zidan sotishar ekan. Bular materiallarni zavoddan xom holatda olib kelib, o'zlari bo'yatishar ekan va kilolab sotishar ekan. Trikotaj materiallarining kilosi 25 mingdan 45 minggacha ekan. Shunda materiallarning qalin yuqaligiga qarab 1 metr ichida 1,5 metrdan 3 metrgacha bo'lishi mumkin ekan. Masalan, mana shu poloskali materialni 1 kilosi 2,5 metr chiqdi. Ichi nachosli qishki qalin materiallarning kilosi 40 mingdan ekan. Ani bozordagi zamokli xaridlar bor, shulardan qilinadi-da. Detskiy pijamalarning materialining kilosi 28 mingdan ekan. Detskiylarning assortimentini qarang ko'pligini. Shunda bu ko'cha shu yerdan boshlanib 1 kilometrgacha полный material bozori ekan. Xullas, sportivkalar, sviterlar, pijamalar, ko'yni ishtonlar, shapkalarga mos materiallar hammasi kiloli. Bu ko'chadan asosan ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar kelib materialni olib ketishar ekan va kiyim-kechaklar ishlab chiqarishar ekan. Material bozor ertalab 7 dan kechki 6 gacha dam olish kuni siz ishlar ekan. Shunda bu yerda faqat materialmiki? Yo, ichkarida kiyim-kechak bozori ham. Ay, yo'q, yuring boramiz. Optim trikotaj kiyim-kechak bozori bo'lsa haftada 2 kun, chorshanba, yakshanba kunlari sahar soat 3 dan 9:10 gacha ishlar ekan. Shunda bugun bozor ishlamas ekanmi? O'shancha so'rab bilib kelish kerak edi. Qayerdan bilaman? Voy, bu brendlarning ko'pligini qarang. Men bunchalik ko'p sex, bunchalik ko'p do'kon bor deb o'ylamagandim. Masalan, mana shu qo'limdagi kiyimchalarning donasi 33 mingdan, bunisi 25 mingdan to'g'ri kelar ekan. Mana shunaqa upakovkalarda полный eksportga ketar ekan. O'zingizga yoqqan kiyimni betdagi sexlarga olib kelsangiz, birga bir qilib xohlagan kolleksiyangizda chiqarib berishar ekan. Asosan savdogarlar kelib, shu yerda sexda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklarni seriya qilib sotishga olib ketishar ekan. Hatto boshqa davlatlardan kelib ham bularda tiktirib o'zlarida sotgan olib ketishar ekan. Xullas, kim ishlab chiqarish biznesini boshlamoqchi bo'lsa, bu ko'chaga обязательно kelish kerak. Kiyimlarga urganib, pechat qoliplarni ham shu yerda qilib berishar ekan. Siz Boboshbek trikotaj bozori haqida bilarmidingiz? Videoni ishlab chiqarishda soqqani soqqan ko'radigan tadbirkordan ishlarga fiting qilib yuborib qo'ying. Bu bozorga ham bir kelib ketishsin.